Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana xudo xolasa Moskva shahridan inshaalloh Sankt-Peterburgga qarab yo'lga chiqyapmiz aka-ukalar. Eng qizig'i Ahrorbekni o'zi biz bilan mana. Ahrorbek ukamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka-ukalar. Moskva Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg Moskva. Aka-ukalar, Moskva shahridamiz, hozir Sankt-Peterburgga qarab yuryapmiz. Nima deysiz uka bu vatandoshlarga? Dokument yo'q aka-ukalarimiz ham bor ekan. Dokumenti yo'q aka-ukalarimizni через платный дорога bilan yuramiz aka-ukalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 100% ishonchli. Agar hozir manzilimizdan olib, manzilimizga tashlab qo'yadigan bo'lsangiz qanaqa bo'ladi deyapti u. Kelishilgan narxlarni tashlab qo'yamiz manziliga qarab. Shaharning ichida bo'lsa 4000 so'm. Agar chekkaroqda bo'lsa, oblastlarda bo'lsa kelishamiz aka-ukalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aka-ukalar, kanallarimizga yo'tib obuna bo'ling, like, kommentariy bosh esdan chiqmasin aka-ukalar. O'z fikringlarni bildirasiz bemalol. Xudo xolasa har kunli videolar, qiziqarli videolar qo'yishga harakat qilamiz inshaalloh. Qo'ldan kelgancha aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tanlovda adashmanglar, eng muhimi.